Yine piramidlar qo'yilgan deb aytishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga aytdi. Kim bir janoza namoziga qatnashsa, unga bir qiyrat ajr bor. Shunda sahobalar so'rashdi, Rasululloh, bir qiyrat ajr qancha dedi? Uhud tog'ini ko'ryapsizlarmi dedi. Uhud tog'icha. Har kuni 5 mahal janoza namozi o'qilyapti masjidda Nabaviy. Turib 1 daqiqa janoza namozini o'qisangiz, nima? Bir qiyrat ajr, Uhudchalik ajr olasiz. Sarvar Kainot sallallohu alayhi vasallamda muhabbati bizga ko'p bo'lgan. Rasululloh ummatim deb ummatda dardida hamon o'tib ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Jannatul Baqi qabristonida Baqi ahlini ziyorat qilib yurgan paytda bir yig'ladi. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu keladi. "Ya Rasululloh, yig'ishning sababi nima? Nima siz yig'ladingiz?" Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Men o'zimning ummatimni sog'indim. Men birodarlarimni sog'indim." "Ya Rasululloh, biz sizni birodaringiz emasmizmi?" "Yo'q. Sizlar meni ashoblarimsizlar. Meni birodarlarim menga ko'rmasdan turib iymon keltirganlar." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan 14 asr avval siz bilan bizni sog'inib yig'lab bo'lgan. G'amlarimizni, gunohlarimizni ustida g'am chekib duo qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarimiz yaxshi biladi. Oysha roziyallohu anha bir kuni bir yaxshi amal qilgan